Bu yerlarda tog'li rayonda bunaqa antena bo'lmas ekan, svязь yo'q. Juda ko'pchilik telefon qilgan. Kecha yo'qligi hisobiga. Hammalariga rahmat, shunday. Eslab telefon qilyapsizlar. Javob berolmayapmiz. Kommentariyalarga umuman javob berish iloji bo'lmayapti, to'g'risi. Chunki ochishni ham iloji bo'lmayapti. Xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Har doim iloji bo'lmayapti-da, kommentariyani ochishlarni, chunki iloji boricha video qilishga harakat qilganim, ko'proq video qilganim, qayerga yetganim, qanday ketayotganimni ko'rsatish maqsad. Noto'g'ri tushunmaysizlar videolar ko'pligini. Sababi keyin hammasini bitta qilib qo'yishda ilojisi yo'q. Instagramga 3 minut uzoq, menimcha uzoq ketmaydi, 3 minutlarni shunday ketadi. Undan uzoq bo'lmaydi baribir. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman.